Tabiblari bilib bilmay qilgan noto'g'ri xatti-harakatlari butun umrli invalidni olib kelishi mumkin. Umurtqa pog'onasi deb oladigan bo'lsak, umurtqa pog'onasini ikkita o'rtasida mesopozonочный disk degan joyimiz bor. Ular noto'g'ri harakat, og'ir ko'tarish va nojo'ya ta'sirlar orqali grija paydo bo'ladi. Grija paydo bo'lgandan keyin bu grija turanli meshok, yondan chiqayotgan nerv to'qimalarini bosish hisobiga og'riq beradi yoki oyoq qo'lda uvishish, tortishish beradi. Bel qismida bo'layotgan grija holatlari, protruzasiya xondroz holatlari, beldagi bo'layotgan asosiy muammolarni keltirib chiqaradigan sabablar bu grija bo'lishi mumkin va undan tashqari lumbalgiya, lumba ishalgiya degan xastaliklar bor. Oyog'ingizga uvishish, oyog'ingizga tortish beryaptimi? Muammoni beldan qidirish kerak. Yuqori qo'l sohalaringizga uvishishlar, tortishlar, sezuvchanlikning yo'qolishlari bo'lyaptimi? Muammoni bo'yin umurtqasidan qidirishimiz kerak. Poзвоночный kanal degan narsa bor, ya'ni umurtqa pog'onasining kanali. Uning ichidan asosiy nerv to'qimalari o'tgan bo'ladi. Bu yallig'lanish hisobidan, lat yeyish hisobidan ishib stenoz holatiga keladi va o'tkazuvchanlikni qisib qo'yadi. Shuni hisobidan sizdan o'tkazuvchanlik nerv impulslari buzilib, og'riq hosil bo'ladi va undan tashqari uvishish hamda tortish belgilari beriladi. Og'riq hammada bir xil kelavermaydi. U razmeriga bog'liq, to'g'ri, lekin tana tuzilishiga ham, insonning o'zining organizmidagi individualligiga ham bog'liq. Bemorimiz kelyapti, bemorimizda 13 mmlik grija aniqlanyapti-da. Lekin tashqi ko'rinishdan, yurishlaridan va o'tkazilgan sinamalardan uncha millimetr grija bor deb o'ylamaysiz. Ya'ni grijasi bor insonni mana shikoyatlar orqali shuncha holatda grija bo'lishi mumkin. Grijasi bor odamda aniq mana bunaqa og'riq bo'ladi degan xulosa bera olmaymiz. Umumiy xulosa berishimiz mumkin nimaki? Faqat beldagi oyoqqa tortuvchi og'riq. Uni razmeri qay tomonlama o'sgan, qachon paydo bo'lgan va qaysi urindaliklarni endi MRT xulosasidan kelib chiqqan holda beriladi. Praktikamiz mobaynida tabiblarga borgan, tabiblarda grijasini davolatmoqchi bo'lgan bemorlarimiz bo'lgan. Holatlari og'irlashgan holatda kelishgan bizga. Bizning xalqimiz shunaqaki, mentalitetimiz shunaqa. Birinchi tabibga borib ko'radi, tabib qo'ldan kelmasa, keyin doktorga keladi. Tabib hech qachon grijani davolay olmaydi. Misol uchun hozir barmog'idan osib qo'yib urish, bel sohasiga taxtani qo'yib urib chiqishlar, kastoproflar chiqqan-ku, u tabiblarga grijani davolash iloji yo'q. Grijani dori-darmonlar, fizioterapiyalar yordamida davolanadi. U giyohlar yoki qarsilatib qo'yish, beliga urib qo'yish yoki bel sohasidan hozir kesib hijama, qortiq degan narsalar chiqqan, o'shalar orqali davolanmaydi. Kelgan shikoyatlari kamayishi mumkin, lekin bu davolanish degani emasda. Tabiblari bilib bilmay qilgan noto'g'ri xatti-harakatlari butun umrli invalidni olib kelishi mumkin. Oyoq shol bo'lib qolishi mumkin. Ertaga operatsiyagacha borishi mumkin. Biz MRT xulosasidan chiqib ko'ramiz. Nima uchun MRT qildiramiz? Faqatgina grijani razmerini aniqlash uchun emas. Mana aytyapman, grija fizioterapiya va ukollar yordamida davolanadi. Muntazam mashqlar yordamida mustahkamlanib boriladi. Lekin MRT xulosasida yoqda novoobrazovание hosil bo'lgan bo'lsa, misol uchun o'simta bo'lishi mumkin, gemangioma bo'lishi mumkin yoki tuberkulyoz bo'lishi mumkin. Suyakda ham tuberkulyoz bo'ladi, umurtqa suyaklarida. U holatlarda fizioterapiyalar ham qarshi ko'rsatma hisoblanadi-da. Bizning maqsadimiz bemorni faqatgina bergan shikoyatini kamaytirish emas, o'sha shikoyatini keltirib chiqargan sababini aniqlab, o'sha sababga qarshi kurashish. Sababini olib tashlagsangizgina shikoyatlar o'zi yo'qoladi.